Erim meni 4-qavatdan tashlab yubordilar. Otasi urgan qiz baxtsiz bo'ladi deb bekorga aytishmas ekan. 7 yil oldin turmush qurdim. To'yimni 3-kunidan kalta kiyishni boshladim. 1 oy bo'lganda erim hech kim tanimas qilib urib tashladi va bolnitsaga tushdim. Chillamni o'sha yerda chiqazdim. Ota-onamga u uyga bormayman, ajrashaman deb yalinsam ham ering uzr so'radi deb qaytarib yuborishdi. Shunaqa qilib 9 oy yashadim. Bir kun qaynonamning tug'ilgan kuniga bir kun qolganda uyingdagilar texnika olib kelishsin deb to'polon qilishdi va uyimga olib kelib tashlashdi. Ertasi kuni ota-onamga qancha bormayman, yashamayman deb yalinsam ham qaytarib yuborishdi. Uyga olib borib mamatalog'imni chiqazib, urib ko'p qavatli uyga kelin bo'lgan edim. 4-qavatdan erim tashlab yubordi. Hozir nogiron bo'lib qolganman. 7 yildan buyon shu ahvoldaman deb yozib yubordilar bir obunachim.